بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس 6 درس. المدرس o'qituvchi. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ Ey Muhammad, bu qalamlar kimniki? Muhammad: هي لي يا أستاذ. Ular meniki, ey ustoz. المدرس: هي جميلة جدا. Ular juda chiroyli. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ ومana bu yangi kitoblar, ular senikimi? Muhammad: La, hiya li Hamidi. Yo'q, ular Hamidniki. Mudarris: Ayna dafatirukum ya ikhwan? Ey birodarlar, daftarlaringiz qayerda? Ali: hiya huna ala hadal maktab. Ular bu yerda, bu stol ustida. Tamarin, mashqlar. Ta'ammulil amsilatal atiya. Quyidagi misollarni ta'ammul qiling, ya'ni bir o'ylab ko'ring. Bu yerda ikkita misol kelyapti. Ikkitadan misol kelyapti. Demak, birinchisi al-mufrad birlik va ikkinchi qismda jam, al-jam'u ko'plik. Pastda ham xuddi shu ahvol, mufrad va jam. Endi gapni holatiga qaraymiz. Masalan, haza tolibun jadidun. Bu yangi talaba. Ko'plikda haulai tullabun jududun. Bular yangi talabalar. Buni oldingi darsda o'rgangandik. Endi jonsiz narsalarga nisbatan qanday bo'ladi? Pastida demak, hada kitabun jadidun. Bu yangi kitob. Muzakkarda kelyapti. Lekin ko'plikda muzakkar bo'lsa ham haulai kelmaydi-yu, o'rnida hazihi keladi. Hadihi kutubun jadidatun. Ya'ni jonsiz narsalarda, aqlsiz narsalarda, aqlsiz deganimda hayvonlar ham kirib ketadi. Aqlsiz narsalarda muannaslik hukmi ishlatiladi. Aslida birlikda muzakkar haza kitab, lekin ko'plikda muannaslik hukmida keladi. Mana jadid so'zi muzakkar, lekin ko'plikda jadida muannas birlik hukmida ishlatilyapti. Lekin aslida bular hammasi jam, ko'plik. Gaplarni davomiga e'tibor beramiz. Demak, huwa min Amerika. Demak, huwa haza tolibun jadidun. Bu yangi talaba, u Amerikadan. Haulai tullabun jududun. Bular yangi talabalar. Hum min Amerika. Ular Amerikadan. Bularni oldingi darslarda o'tganmiz. Oson. Demak, bizda yangilik qismi mana bu ikkinchi qismda kelyapti. Hada kitabun jadidun. Bu yangi kitob. Huwa min Amerika. Kitob, demak, u Amerikadan. Yangiligi mana bu eng oxirgi qismda. Hazihi kutubun jadidatun hiya min Amerika. Hiya jonsiz narsalarda, ular ma'nosida keladi. 50-betga o'tamiz. Havvil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Demak, mubtadoni jamda o'zgartiramiz. Mubtado deganda biz tushunishimiz lozimki, gapning boshidagi so'z mubtado deyiladi. Haza mubtado. Bu yerda ham shu. Gapning boshlanishidagi so'z mubtado. Hazihi buyutun.
Misal demak, misal haza baytun. Masalan, bu uy. Hadihi buyutun. Bular uylar. Ko'rib turibmizki, haza so'zi muzakkar, baytun ham muzakkar, lekin baytunning ko'pligi jonsiz narsalar bo'lganligi sababli mubtadosi haulai emas, hazihiga o'zgaryapti. Xo'p, keyingi gaplar bularni o'zimiz inshaalloh bajaramiz. Demak, birinchisini aytib ketamiz. Haza najmun, bu yulduz. Bu yerda hazihi nujumun bo'ladi. Haulai emas. Bular yulduzlar deyishda hazihi ishlatamiz. Mana 7-chisiga e'tibor beramiz. Jonli, lekin aqlsiz. Hayvon kelyapti aniqroq. Haza kalbun, bu it. Demak, hazihi kilabun, bular itlar. Qoidani takrorlab o'tamiz. Aqlsiz narsalarda ko'plik muannas birlik bilan ishlatiladi. Demak, aqlsiz deganimizda jonsiz narsalar va hayvonlar kirib ketadi. Insonlar emas. Mashqning davomidagi, demak, 51-betdagi gapga e'tibor beramiz. Zalika najmun. Ana u yulduz. Ana u yulduzlar desak, biz tilka nujumun so'zini ishlatamiz. Xuddi shuningdek, 19-gapda tilka sayyaratun. Ana u mashina. Demak, mashina muannas bo'lganligi uchun tilka bilan boshlanyapti. Ana u mashinalar desak ham tilka sayyaratun. Xuddi mana bu yerdagi oxiridagi alif va tga o'xshagan bo'ladi oxiri. Tilka sayyaratun. Keyingi mashq, 3-mashqda demak, ko'rsatish olmoshlarini qo'yib chiqishimiz kerak. Haza, hazihi, haulai. Demak, haza bu muzakkarda, hazihi bu muannasda, haulai bular muzakkarda ham, muannasda ham. Qanday qilamiz? Birinchisi demak, haza rojulun. Erkak kishiga demak haza. Ko'plikda haulai rijalun. Haza kalbun. Bu yerda haulai qo'ymaydi. Hazihi kilabun. Chunki sababi yuqoridagi qoidada aytdik. Qoidada aytilishicha, aqlsiz narsalarda ko'plikda hazihi ishlatamiz. Demak, hazihi durusun, haulai mudarrisuna. Va hokazo shu tariqa boshqa mashqlarni bajaramiz. 15-chisiga e'tibor beramiz. Aynun so'zi, ayn ko'rinishidan muzakkar bo'lsa ham muannas hukmida. Chunki sababi oldingi qoidada aytgan edikki, aynun demak ko'z. Inson a'zolarining ikkitalik shakllari barchasi muannas hukmida bo'ladi. Demak, aynun hazihi. Hazihi aynun ishlatsak bo'ladi. Ishlatamiz shunday qilib. 4-mashqda bunda ham ko'rsatish olmoshlarini ishlatamiz. Zalika ana u, tilka ana u muannasda, ulaika ana ular muzakkarda ham, muannasda ham. Demak, zalika tolibun ana u talaba, ulaika tullabun ana ular talabalar. Zalika najmun ana u yulduz. Demak, bu yerda qanday qilamiz? Yulduzlarga tilka nujumun jonsiz bo'lganligi sababli ulaikani ishlatmaymiz. Tilkani ishlatamiz. Birlik muannas ko'rsatish olmoshini ishlatamiz. Xuddi shu tariqa boshqa gaplarni ham yozib chiqamiz inshaalloh.
52 betda demak asma al isharati lil qaribi lil aqil aqllilar uchun yaqindagi ko'rsatish ismlari, ko'rsatish olmoshlari. Demak, haza tolibun bu talaba. Ko'plikda haula'i tullabun. Muannasda hazihi tolibatun. Ko'plikda haula'i tolibatun. Hech qanday yangilik yo'q. Eski mavzular. Demak, zalika tolibun ana u talaba. Ulaika tullabun ana ular talabalar. Tilka tolibatun ana u toliba. Ulaika tolibatun ana ular tolibalar. Bu jadvalda hech qanday yangilik yo'q. Endi keyingisi bilan taqqoslaymiz. Asmaul isharati lil qaribi li g'oyri aqilin. Aqli bo'lmaganlar uchun yaqindagi ko'rsatish olmoshlari. Demak, yaqinda haza bu uydir. Bular demak aqlli bo'lmaganlar uchun hazihi buyutun bular aqllilar bular uylardir. Hazihi sayyara bu mashina. Hazihi sayyaratun bular mashinalar. Demak, birinchi qatorda muzakkar so'zlar, ikkinchi qatorda muannas so'zlar kelyapti. Zalika baytun ana u uy. Tilka buyutun ana u uylar. Uzoqdagi. Demak, asmaul isharati lil ba'id li g'oyri aqil. Aqlli bo'lmagan uzoqdagi ko'rsatish olmoshlari. Zalika baytun ana u uy. Tilka buyutun ana u uylar. Mana tilka ishlatiladi bu yerda, ulayka emas. Pastda ham demak muannas shaklida tilka sayyaratun, tilka sayyaratun ana u mashina, ana u mashinalar.